Klonning oldiga kirmoqchi, qoching. Qay jinnimisan? Gambit aka. Bulut. Brat, qochishimiz kerak. Yana o'tgan safargidek bo'lib qoldi. Gambit. Yo'q, hop, shoshma. Ber kamerani, o'zingni faqat olib o'tma, nima o'tganini ko'rsat. Gambit eshik ochib bermoqchi. Qoching, men qo'rqaman, brat. An klon chiqdi. Gambit qara. Demak, Gambit ham klonlanish sherigi. Ol, kamera. Bulut, to'rsam do'stim umuman qochishni o'qilaydi chunki birinchidan ma'mi sekin yuribdi. Ikkinchidan bulut Gambit qoldirib ketamiz. Maqsud. Qani uyimiz? Maqsud bu yoqqa. Bulut, anu qayerdadir yo'q qoldi. Gambit olib qoldi o'zini. Qoching, tezroq kiring, kelyapti u. Kamyapti, tez kim? Yo'q. Tezlash. Yop. Ko'rdingizmi, yana ko'zi oqarib ketdi Gambitni. Yana sochini yulolmadimi? Men sochini yulganini ko'rganim yo'q, lekin Gambit ko'zi oqligini men ko'rdim. Eng qizig'i, Gambit klonga eshikni ochib beryapti. Klon tarafmi Gambit shunda? O'tgan sari Gambit klon bo'lib qolganda biz nima qildik? Ana irimiz tirbini buzordikmi? Mencha o'shanda biz noto'g'ri ish qildik. Ya'ni biz buzolmadik o'z aslida. Ya'ni ular xitlik qilib Gambit o'zini oddiy odam tutdi. Demak, biz yana daftarni ochib ko'rishimiz kerak shunda. Qara, daftar bor xonada. Klon bizani hozirni qamab qo'ydi va onasini ham aryon qochdik. Gambit bo'lmaganda o'shda qolgan bo'lardi. Gambit ham klonga aylanibdi hozir. Klonga yordam beryapti. Eng qizi klon uni nimaga urmayapti? Nimaga uni qo'llamayapti? Unga baqirmayapti. Gambit hozir daftarni xatoligini biladi-yu, klonga topib bersa-chi? Voy bila. Tashqarida ham yo'q, eng qizi klon ham yo'q tashqarida. Menimcha klonga Gambit topib berdi daftarni. Voy! Endi biz Sardorni ham qaytara olmaymiz. Shoshma. Birinchidan biz hali Gambitni to'liq sotqinga qo'yvermasmiz. Balkim ichkarida daftar qolib ketayotgani uchun klonga ochib bergandir. Tipo klon bilan daftar bitta xonada o'qimaslik uchun. Ya'ni oldin hammasini bilib keyin gapiraylik, opros tuhmat qilib tashlaymiz. Qarshi do'stlar, Och. nima? To'xtang. Och ishingni. Eshik shu. Och. Yo'q, qarang, ko'zi oqmas endi. Ishingni och. Nima qolsin? Ko'zi oqmas. Ishonasizmi? Sen bilan men faqat bu hal qiling. Siz nima eshikni ochib beryapsiz klonga? Yo'q, o'zing tashib ketding meni ko'chada. Meni tashab chiqib ketdilaring. Ishingni yopib olgansizlar, ochmayapsizlar. Qo'ysiz. Nima qilganingizni eslolmaysizmi shu darajada? Chiqib ketayotgan joyimda oldinga o'tib ketdilaringda, ketingdan kiryapman. Ishingni yopib olgansizlar Bandabek. Qani, o'rtog'ingiz qani? Qanaqa o'rtoq? O'rtoq yashab turibdi o'rtasida bilan. Shuni turib turing. Shunda hozir Gambit eslolmayman debdi. Aldayapti menimcha. Men Gambit sandan ko'p bilaman. Tushunasanmi? Men sandan ham oldin Gambit bilan tanishmaganman-da. Shuning uchun men bilaman o'zi qanaqa tutishini. Aynan hozir bu payt sportni moment to'g'risi. Chunki hamma ham klon bilan yurmaydi-da. Eng qo'zg'olsa eshik ochib mamlaqa qilib bergani bu. Menimcha klon prosta eshikni ochib berish uchun Gambit boshqardi. Keyin shunda eshikni ochib berdi Gambit. Hozir bu haqiqiy Gambit, boyki klonni Gambit deydi. Da. Ikkita Gambit bormiz. Bittasi klonga aylanib ketayotgan ko'zi oq Gambit, bunisi bizning o'zimiz Gambit. Hop, demak bunga ishonsa bo'ladi. Lekin stop. Gambit aka, qarang. Rostdan eslolmaysizmi? Yo'q, meni aybim nimada? Hozir meni bir chekkaga chiqarib qo'yib, men bu ikkaloni chetga borib gaplashib kelib, qara chiqib kelyapmiz xonadan. Hop, Oldiga kamerani ushlab yugurib chiqib ketyapsizlar. Qorong'ida men qolib ketyapman. Ketingdan kelyapman, ishingni yopib qo'yib ochmayapsan. Tushuntirasanmi aybim nimadaligini? voy! Hazillashyapti bratan. Do'stlar, hozir hop nima dey hozir? Sen klonga ham qolding deymi? Nima dey hozir? Men qilig'ini qara. Gambitga siz seriozmisiz? Hozir klonga aylandingiz. Shonsi ko'zi oqarib. Oppoq bo'ldi. Nima xohlaysan? Nimaga eshik ochib qo'yasiz? Ochma. Bu qanday kimsak turib, nima qilsana? Nima xohlaysan bizdan bu? Tegma narsaga. Ochilib pichoq tiqib oladi hozir. Qoching. Nima? Bila. Qoch. Bor. Hop. Mendan osonlikda qutulaman deb o'yladingmi? Ey, bilet nima? Qo'li juvashi issiq ekan. Sizlar kalvatinglarni ko'tarmoqchiman. Ha? Nima? Jinnimi bu? Yaslash. Serikda yedi rostdan. Shoma kayfiyatni ko'tarasan bizani. Masalaga kayfiyatlarni ko'taraman. Shoshma. Hozir. Klonlar jonga tegdi o'rtoqlar.
Do'stlar, bu bizning kuxnyada nimalar qilyapti? Ey, men tushunmayman, ey. So'v. İçeceğim. Dinlamasan. Pashsholay. Ey, namusasi. Nima chirkanch? O'zingni ich. Просто ber. Ber. Shit bo'ldi, bir temaydi. Bo'ldi, ishlan, bo'ldi, ishlan. Jim, brat bu. Tepaga chiqinglar, chiqolmaydi bu tepaga. Çıkamaydı öyleyse. Ağzını açma. Tepaga chiqinglar, chiqolmaydi bu. Deb xonaga yashirib olishimiz kerak. Ey, xatni bo'ldi, o'zi ishlan. Oy, qo'ydi ko'rdingizmi? Klon pastaku. Qoching tepaga. Bu qanday tepaga chiqib oldi bu? Va bu bo'yi baland. Qanaqa qilib bunaqa tez harakatlanyapti? Ket. Qanday bu? O'rtoqlar, u pastda yurganda qanday ikkinchi etajga chiqib qoldi? Hozir do'stlar, uy kamerasi, hamma yoqda uyga kamera o'rnatganmiz va endi uyga o'rnatilgan kameradan ko'ramiz. Va aytgan xushmat do'stlar. Hoziroq albatta like bosib qo'yinglar. Chunki buncha mehnat terlab ketdim, shomuriylar. Yarim kecha soat necha bo'ldi? Soat qaranglar. Yarim kecha soat 3:30 biz mana shunaqa jinnilik qilib yuribmiz, baqir-chaqir qilib. Albatta like bosinglar va bu videoga sizlar albatta 101 ming like va 20 ming obunachi olib kelishlik kerak. Va endi bo'lsa biz mana shu uyga o'rnatilgan kameralarga qaraymiz. Stop. Nechta bo'lib ketdi ular? Yo'q, bu hammasi bir vaqtda ko'rsatadi. Bitta paytda o'zida shunda 4 ta 5 ta joy ko'rdim bu. Yo'q, shoshmang, kamera ishlamayapti. Kamera ishlamayapti. Bizildi bo'ldi. Xo'p, chiqamiz tashqariga o'tiramiz. Yo'q, chiqishga nima qilamiz bu? Chiqamiz, keting. 100% klub, o'sha ko'chada kitob qidirgandan yaxshi. 3 ta dil chiqaradi. Startda turgan ekan bu. Men bu o'tib qoladi. Ey, brat, unaqa qo'rqib turmay o'lib qolmasin men. Buncha qo'rqitveradi bizda, ha? Ana. Ya, masalan, siz karib ketdinda, kutmagan narsa bo'lganda. Hamid aka, qarang. Bu yoqqa keling. O'tir. Boya siz realniy klonga yordam berdingiz. Klonga eshik ochib berdingiz siz. Shu narsani esla olasizmi? Aytolmadim, bular qarangdir, intereshga ushlamoqchi video uchun. Lekin ishingni yopib qamalib olar ekanda, meni kirgizmas ekanda, bu yerda men ishingni ochib bergan vinovnik bo'lib qolaverar ekan. Qarang, Gambitiga qarang. Sizga hozir haq bo'lish muhimmi yoki bizga yordam berish muhimmi? Qaysi biri sizga qiziq hozir? Hozir komandamiz bizni ishlashimiz muhim. Bizni dasturchiga erishib, shuni oxirigacha tugatishimiz muhim menga. Agar rostdan shu muhim bo'lsa, mashqxonadan chiqmang. Qo'nsidan foydalanyapti. Demak, imенно mendan maqsud. Chunki maxsus kitob qatalligini bilmaydi. Da. Chunki faqat siz bilan bu narsa bo'lyapti. Ishonavering. G'azalsiz aytaman, seriyozman. Mashqxonadan chiqmang, iltimos. Mashqxonaga o'z-o'zidan qulab oling. Biz qulab ketamiz. Iltimos, o'tiring. No, why not? Agar sizlarga shu narsa qulay bo'lsa, menga hech farqi yo'q. Tinchgina qaytanga baqir-chaqirlasiz. Telefon o'ynab o'tiraman shu. Demak, kelishdik. Bratim, sizga rahmat. Videoni ko'rganlar tushunyapti. Men tuppa qaror qilmaganim. Biza ketdik. Ya, jaharlashmang, hozir qaytamiz. Prosta siz bilan borsak risk ko'proq bor. Undan ko'ra siz muhim shaxssiz turganingiz yaxshi. Kerak bo'lsa, shu yerdan topasizlar. Admin 5-kompyuter yoqib yuboring. Svet yonsada. Hop, prosta chiqaylik. Hech kim yo'q. Da. Hech kim yo'q, bo'ldi. Chiqdi. Yusuf ko'chaga ketgan o'sha. Yo xudo, bu zinadan qanaqasiga chiqdi bu? Shuncha zinadan. Men o'zim normal yo'lda yurishga qiynaladigan sinfda. Xonadagi hamma eshiklarni taqillatganiga nechi? Ketdik-chi, ko'chaga qaraylik. Bo'l, eshik ochiq demay chiqqan. Vahma qilmaymiz. Ko'chani olgan, o'sha quyosh chiqyapti, ha? Soat necha bo'ldi o'zi? Tong yotyapti. O'rtalar soat 3:52 demay tongga o'tdi va quyoshda qulol yurmasa kerak kunduz, ha? Balkim ketgandir, rostmi? Da. Yo'q, stop. Men hozir tasavvur haqida o'ylab qoldim-da. Qoching. Bir kitaptan ketaman. Ey, to'pol. Bir kitaptan ketaman. Mana buni qaranglar, o'rtoqlar. Qoch. Uyga kir. Ben bari bir kitaptan. Mana endi emmagor sana. Masam shunaqa bozorda qat-qatdan chiqib keldi. Derazadan kirib keldi. Nima qildi? Pardani orqasidan chiqib keldi, urdi meni kallamdan. Yo'q, bu xo'p qara. Uydan nimaga chiqib ketdi? Bilaman, o'ylagan narsa o'xshyapti-da, shu yoqmayapti-da, shu o'ylagan narsa o'xshyotgani. Bu bekorga uydan chiqmadi bu. Bu kitob qatalligini biladi hozir. Meni ham sochimni yulmoqchi bo'ldi hozir, tushundingizmi? Yuldimi? Yo'q, qochib qoldim. Ko'chaga chiqish kerak. Klon bo'lsa chiqish kerak. Yur, undan ko'ra.
tekshirish kerak deysiz-da. Bля, yo'q уже, mana. Qara, shoshib qolmaydi balki. Bilaman, daraxtning orasida как будто hamma daraxt klonda, ya. Stop, yo'q bu yerda. Yo'q, ha? Yo'q. Kel. Chimadan olish kerak, chimadan. Eng qizi men boya shunaqa qo'yib ketdim. Как будто o'zgarib qolgan emasmi? Всё, hammasi joyida. Blin. Bля, mana shumi boyaga o'zi so'rgan o'yinchoq. O'yinchog'im. Ha, da. Mana shumi? Mana daftardan balkim o'yinchoq haqida qanaqa informatsiya bordir hozir. Ya'ni yordam berish kerak daftar. Da, bizlar bilan juda yomon ko'p narsalar bo'lib ketdi, qani? Bля, hech yo'l chiqmayapti. Nasıl ishtabsizmi? Aha! Blin, yana kelyapti. Anaqa, Gambitdan ovoz bor. Gambitdan ovoz bor. Maqsud chimadan yashirish kerak, ey. Sani kelsa uradi uzog'i. Chimadan olib ketsa tugaydi hammasi. Davay. Yo, bu yoqqa kelyapti, o'shda baqiryapti. Всё. Shu kamerani, shu kamerani ketdik. Nima bo'pti o'zi? Yo'q, vash baqiryapti. Tez kel. Shoshma, eshik biz ochiq. Qo'yon. Kir. Qarasang. Voy! Ay, bular qo'rqdim. Gambitga keling, nima bo'ldi bu? Salom qilib bo'lasan. Gambitga o'zing kraska qildimi shunda? Salom qilib bo'lasan, kitobni ber. Yur. Bo'laman. Yur. Ey, yaqinlashma. Bular qo'l tegdi menga. Qo'lim kraska qo'l tegib. Siz qanday tepadan pastga tushib qoldingiz o'zi? Sanlar oldin ketotgandim. Baqir-chaqir bo'lganiga. Ham keyin shu oldi mana. Hop, xonadan nimaga chiqdingiz siz? Aytdi-ku, bitta komandamiz yordam beramiz birimizga. Baqir-chaqir bo'ldi, keyin chiqdim. Bля, to'g'risini aytsam do'stlar, hozir men Gambitdan qon deb o'ylayman. Chunki qilayotgan ishlari hozir ham yuzini bo'yayotgani, Gambit menga qochib ketmadi, biladi. Bo'yayotgan qochsa bo'ladi, to'g'rimi? Qochmadi u. Uch quyosh chiqyapti. O'ylashim uchun azmi sabr qilsak klon ketadi, lekin klon hozir Gambitni klon qilib hammasini qilib parchani chiqarib ketadimi? Buni qo'yib berish kerak emas. Mana yuzingizni qarang. Blin. Hazırlaşmayman jigar, hazırlaşmayman. Nima qara, menga ishon. Qoching, brat. Omon aka, Gambit. Voy, hazır. Nima bo'lgan taqdirda ham do'stlar, hozir like bosinglar. 100 like kerak bu videoga, chunki bu videodan davom bo'lish kerak. Chunki Gambit bu holda qoldirish va hozir agar kitob yo'qotib qo'yadigan bo'lsak, shuncha harakat bir tiyin bo'ladi. Va albatta do'stlar, obuna bo'linglar, chunki shunaqa katta mehnat va 3 million bo'laylik onasini emsin. Obuna bo'linglar. 20 million obunachi bu videoda keyingi qism chiqadi. Keling Gambit aka, nima qilib tursiz? Ey, ana ku. Kitob olaman. Hey! Kitob olaman. Hey! Kirish kerak Gambit. Biladimi qattarligini? Sizni hozir klonning yagona farqingiz yuzingizdagi kraska ozgina kamroqligi. Shuning uchun ham bilish ehtimoli kattaroq. Va'da beraman, ha? Masala tarafida. Hop, aka qarang, siz xohlamagan bo'lishingiz mumkin, lekin siz boy eshik ochishni ham xohlamagandingiz. Siz pashta bizga umuman yordam bermayapsiz, aka. Hozir nima qiling hozir? To'xta. Yo'q, klon ketdi, chalg'itish kerak uni. Men chiqaman o'shan chaqirtgan. Bo'ladimi? Bitta o'zingiz nima qilasiz? Bitta o'zim chiqaman. Yo'q, men hazırlashmayman boydan beri. Usha oladi, klon. Boydan beri ayblab tashlayapsan. Nima qilishim kerak mana? Senlar uchun men nimadir qilishim Ya, kerak. qarang, nimadir biz hozir klon chaqirishimiz kerak bo'ldi. Siz nima Yo'q, men chiqaman jigar. Yo'q, qo'ying, ey. Agar muammolarni men chiqargan bo'lsam, men o'zim hal qilishim kerak. Lekin noto'g'ri o'ylayapsiz, aka. Bunaqa qilmang, bu arzimaydi bu. O'zim bilaman jigar. Ey, Gambit aka, qo'ying, ey. Klonga aylantirib qo'yadi, Gambit aka, qo'ying. Gambit aka, chiqmang, aka, chiqmang. Radboy. Blin. Voy, rostdan chiqib ketdi. Chiqma. Ey, stop. Omon aka, to'xtading. Ey, nima bo'pti? Gambit aka. Radboy, qo'y. Uy, bilan. O'tmaysan baribir. Yo'q. Davay. Yo'q. Do'stlar, по-любому Gambit aka o'zi qurbonlik qilyapti. Ke! Maqsud tez olmam. Ey, bilet. Maqsud qani? Yur, ey, diqqat qilib ketasan, bilet. Ezording Maqsud bilet qilib ketir. Qo'y. Gambit usha olgan. Davay tezroq kirib ollaring. Ey, bilet Gambit mana qotdi. Kir. Bilet. Hozir Gambitga qanaqa yordam beramiz? Nima kerak bo'ldi bunaqa qahramonchilik? Tez chiq. Все, ichida hammasi. Onasini emsin bu kitob agar yordam bermasa bizga. Onasini emsin bilet yordam bermasa agar bizga. Nima keragi bor ekan bunaqa qahramonchilikni, bilan. Mana men bilet qilib o'tirgan ishingga bilet. Omon aka. Nima? Yozdingmi? Yo'q, o'zi chiqdi. Boy yo'q edi-ku bilet. Shoshma, o'qiyman. Do'stlar, bu mana shu ko'blik o'yinchog'i. Boydan beri o'yinchoq deb o'ylayapti bu. Qani, nima ekan hozir bilamiz. Chikko deyapti. Chikko kim? Bamu klon Chikko, ha? Chikkoning eng nozik Nozik joyi. Bu Chikkoning nozik joyi ekan. Bilsan nima qilish kerak uni? Nima qilish kerak? Yo'q qilish kerak onasini. Mana shu nozik joyi bo'lsa, yo'q qilish kerak bo'ladi uni bo'lsa. Olib chiq pichoq, olib chiq.
Bo'ldi hozir. Yo'q qilish kerak do'stlar, shunga tomoqlarim og'rib ketdi baqirib. Quyosh chiqyapti bile. Qaysi Darknet videosi quyosh chiqqangacha bo'lgan, shu darajada ketmaydi. Nabordi, Gambit ham o'zini olib ketmoqchi. Hozir shu uchun like bosinglar do'stlar, shuncha mehnat. Mana bu haqiqiy sizlar uchun. YouTube serial mana. Darknet 5-qism bo'lishi kerak 100%. O'zbek YouTube'iga bu kerak. Va bu uchun albatta mana obunachini qo'llash kerak. Hozir like bosing. 101 like. Bu juda ham oson biz uchun. Va like juda ham tez yig'ib, omonlikka video qachon ko'p so'ramasligini uchun obuna ham bo'linglar. 20 ming obunachi. Va qancha obunachi yig'ilgan esa, ya'ni o'zi mana qancha obunachi yig'ilgan esa, kommentariyada yozib qo'ygan bo'laman. Chunki bu YouTube kanal har bitta videosi 6-7 million ko'rilyaptimi? Demak, biz mana shu 6-7 million obunachi chiqishimiz kerak. Pichoq. Mana. O'tirdi mana. Men omon aka. Все, bo'ldi, ketdik. Chiqamiz. Nozlik joyi shu bo'lsa agar hozir men ko'rsataman. Hozir ko'rsataman senga. Qarron klon bilan. Tashqarida uch quyosh chiqadi hamma. Kikko!